Ehtimol eshitganlar kulishi mumkin. Malikarga ham chiqdi. Idishlarni yuvib to'plagan pullar. Andijonda yurib birov meni yaxshi tanimaydi deb shahardagilarda donda o'tiradiganlarda poloslarini yuvdim. Yoristov va Mustahzot Feroz ashulalari dedi. Erkak xonanda ijro etadigan qo'shiq dedi. Ayollar ijro etmasin deyilganligi sababli dedi. Adahamjon ketyapti dedi. Lekin hech qancha vaqt o'tmadi-da, respublika tadbirida ustoz san'atkor Munojat opa Yo'lchi va Yoristov va Mustahzot ijro etib turibdi. Mana u yerda jins tanlamayapti. Hech qanday bir natija bo'lmadi, men umid ham qilmadim. To'g'risi, umid qilmadim. Mushkul qoshingni yor hayating Ulchashmi jallod ustuna. U kim u deding? Men Gavharman deyman dedim. Yo'q edi, xuddi shunaqa bo'ladi dedim. Hozir shu bir insonni iltimos qilib yashamayotgan uyini ijaraga olganman. Oyiga 1 million pul to'lab o'sha yerda yashayman. 40 yillik qilgan mehnatimni bir jinday bo'lsa ham hurmati yo'qmi? Shu menga yordam qilish jarayonida, shu uy bilan ta'minlayotgan jarayonida shu insonni boshiga shunday bir tashvish tushdi-da, shu qo'l qo'yishga ulgurmadi. Tuman hokimligini xabari bo'lmaydi bunaqa ishlardan. Tuman hokimligi men yalinib kirganimdan beri 3 taga almashishdi. O'tsam, Xudo xohlasa, Alloh ish qilib ashkurlarda o'sha vaqtlarda nasib qilsin. Ehtimol u yoqdagi uyim chiroylidir. Men ashulam sen eshitmaysan dedim. Desam yo'q dedi. Men ovozingni eshitmoqchiman dedi. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Mana dedi, rahnamolaring dedi, qamalyapti dedi. Bor dedi, senga diplomni o'shalar bersin dedi. Diplom berish uchun meni yuragimni oladigan bo'lsa, amin Allohim, yuragimni berdim. Bolam diplom olsin dedi. Men agar 5 yil davomida biron marta to'yga chiqqan bo'lsam ham mayli edi. Shu narsaga menga berilgan oliy mukofot diplomsiz qolish bo'ldi. Zato bolalarimni halol baxtim. Halol baxtim Botir menga. Hech kimga elanmadim. Qaysidir bir yomon yo'l bilan pul topmadim. Safo Marva umra va haj ziyorati uchun barcha volida va buzlikvorlarga o'z imkoniyatlarini taqdim etadi. Makkada Al-Jabriya zamonaviy mehmonxona, Madinada Ravza-i Sharifga 300 metr yaqinlik. Taomlar Madinada 2 mahal o'zbek va turk taomlari, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Qaytgancha xizmatlarimizga Makka va Madina shahrida ekskursiya, Ravza-i Sharifga kirish imkoniyati, ilmli guruh rahbari, 24 soat shifokor xizmati, Safo Marvardan hadyalar, Andijon Jidda Andijon reyslari sizlarga qulaylik yaratadi. Telefon raqamlari ekraningizda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum volidam muxlislari, assalomu alaykum. Volidam ko'rsatuvining har bir sonini o'tkazmasdan ko'rib boradigan bizning eng sodiq va qadrli obunachilarimiz. Assalomu alaykum yurtimning volidalari, yurtimning hoji oyimlari. Biz yana Husniddin bilan o'z ish faoliyatimizni davom ettirmoqchimiz. Albatta, volidam ko'rsatuvi yana o'zining ko'rsatuvida tub burilish yasaydi.
E'tibor bergan bo'lsangiz, biz porlab turgan yulduzlardan ko'ra bir vaqtlar porlab, bugun sahnalarda emas, qalblarda mangu yashab kelayotgan ijodkorlarni sizning e'tiboringizga havola qilib boryapmiz. Bugungi ijodkorni yoshi ulug' insonlarimiz ayniqsa juda ham yaxshi taniydi. Ularning qo'shiqlari bilan katta bo'lgan qatlam menimcha juda ham ko'p. Biz esa Gavharxonim Tojiboyevani go'zal suhbatga tortish uchun Buloqboshi tumaniga tashrif buyurdik. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizni sevamiz, biz siz uchun ishlaymiz. Ular hozir madaniyat uyida ekanliklarini aytdilar. Aslida ular bu yerda faoliyat yuritmayotganiga ancha vaqtlar bo'lib ketgan. Hozir umuman boshqa bir sohada desak ham bo'lmaydi. Uylarida menimcha uy bekasi bo'lib o'tiribdi ancha vaqtdan beri. Bugun keling, ular ijoddan nima uchun uzoqlashib ketdi? Hayotida yana nimalar sodir bo'ldi? Muxlislarga ham qiziq, nima uchun sahnalarda ko'rinmay qoldi degan savollarga o'zlari bilan yuzlanib javob olamiz. Nega Gavharxonim Tojiboyeva bir paytlar yulduz darajasida edi, bugun esa u so'ngan yulduzga aylanib qolgan degan so'zlar bilan bugun ularni suhbatga tortamiz. Biz ularni Husniddin aytib o'tgandek uylariga borgan edik. Farzandlari esa safardan kelgandan so'ng madaniyat markazidagi avval birga ishlagan xodimlar bilan ko'rishish uchun madaniyat markaziga ketganligini aytdi. Biz esa Gavharxonim Tojiboyevani volidam ko'rsatuvi ijodkorlariga go'zal suhbatlarni taqdim etamiz. Marhamat. Salomatmisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Gavhar opa, salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Rahmat. Bizni madaniyat markazi bilan tanishtiring avval. Ana undan keyin esa suhbatga. Bu yoq bizning rahbarimiz. Assalomu alaykum. Shu madaniyat nimasida bizning rahbarimiz Xolisxon Jalolova. Yoshlarga san'at sohasida dars berisham shu qiz o'yinida xullas ko'rsatuvga loyiq nima. Shuhrat medalini olgan davlatimiz birinchi prezidentimiz qo'lidan hozirgacha mana ishlab kelyapti. Chiroyli. Xullas qolganini yo'l yo'riga repetitsiya jarayonlarini ko'rishinglar mumkin. Hozir bu madaniyat markazimi, botanika bog'imi? Men hayron bo'lyapman. Hammasi shunaqa deydi. Vazirimiz Ozodbek Nazarbekovni prezident tashrifi munosabati bilan kelganda ham xuddi shu gapni gapirdi. Andijonda eng yaxshi madaniyat markazi qaysi ekan deganda Buloqboshi tuman madaniyat bo'limi, madaniyat markazi dedi. Kirsang jannat dedi. Botanika bog'i dedi. Men shuni o'zim menga yetadi, xodimlarga yetkazdim hammasini. Yana ham yaxshi kayfiyatda ishlaymiz, chunki xodimlarimiz mana bekarga davlat mukofotini olishmayapti. Mansurbek qorimiz bor, muzikant. Madaniyat va san'at fidokori ko'hrak nishoni bilan taqdirlangan. Ansambl o'zi alohida yana mukofotlangan. Bunaqa ijodiy ishlarimiz ko'p. Hamjihatlik ekanda hammasi. Hamjihat bo'lsa hamma narsa bo'laveradi ekanda. Rahmat katta sizlarga. Mehnatni qadrlash bu boshqa narsa ekanda. Kimdir mehnat qilaveradi ekan. E'tibordan chetda qolib ketar ekan. Shuni mehnatini mana shu qiz mehnatini qadrlab kelsa, kecha anaqa internetlarga chiqib ketgan ekan. Bir to'yda xizmat qilayotgan joyda bitta oddiy odamnikida xizmat qilib beribdi. Chiqib ketibdi haligi narsalarimiz ham. Men xursand bo'ldim. Yoshi mana 60 dan oshib qoldi, lekin haligacha 20-25 yoshdagi qizlarda shiddati bor. Rahmat. E'tiborga olinish uchun rahmat. Ishlari ham ancha yosh. Ha, ko'ni ochiqda. Ha, ko'ni ochiq odam hamda anaqa bo'lmaydi ekan. Qarimas ekan. Ichimiz qancha toza bo'lsa, yuzimiz shuncha chiroyli bo'lar ekan degan xulosaga borib qolaman-da. Nima, yigitlar, qaranglar, hozir hammamiz bir bilan yana qiladigan variantda Tamannodi ketdik. Yana otmaga aytong bog'aroz ming hiraman bo'lmasa bul yashay dog'lari gul shandan ola bo'lmasa
bulbuli şeydaları gülşenden ala olmasa kaydınış otiye deva aylasın pervaneler parpırab bağrım yakuci şami canan olmasa yana parpırab bağrım yakuci şami canan olmasa Şam'daki kürgay hamisha cism canım minneter Şam'daki kürgay hamisha cism canım minneter Nagna pervanam karşımda mehman olmasa Sanca bir sözüm tükenler köksüme ey unçeler bu can kim yok linde kurban olmasa naklay bu can kim yok linde kurban olmasa Avvalambor assalomu alaykum. Hamkasblar, Gavhar opam Tojiboyevaga katta rahmat aytamiz. Biz ustozimiz bilmagan narsalarimizni qo'ldan kelgancha o'rgatyapti. Alloh umrini uzoq qilsin. Borlariga shukr. Gavhar opam haqida har qancha gapirsak oz, chunki usta san'atkor. Bizning Buloq tumanimizda Munojat Yo'lchiyeva bizni faxrimiz bo'lsa, undan keyingi navbatda Gavhar Tojiboyeva turadi. Gavhar opam nafaqat Buloqoshiga, balki O'zbekistonda maqom san'atiga rivojlanishiga ham ancha o'zlarining hissalarini qo'shgan. Gavhar opa umringiz uzoq bo'lsin. Bundan keyin ham bizga bosh-qosh bo'lib yuravering. Tilagimiz shu. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz Gavhar opa. Bizni shunchalik eslab, sog'inib kelganingiz uchun sizga ming bor rahmat. Xursand bo'ldik ko'rib, anchadan beri sizni kutayotgandik. Bugun mana ustoz va murabbiylar kuni bilan sizni tabriklaymiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Bizga shuncha yildan beri mana o'rgatgan milliy maqom san'atimizni bizga tushuntirib, kamchiliklarimizni to'ldirib, bizga bosh bo'lib yurdingiz. Opa, sizga rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Yana ko'p yillar, uzoq yillar san'atimizga, xalqimizga, yurtimizga xizmat qilishda hormay tolmay xizmat qilishingizda kuch-quvvat tilaymiz. Tez-tez kelib turing, biz sizni sog'inib qolamiz. Kollektivimiz hammamiz shogirdlaringiz. Sizni juda ham hurmat qilamiz. Siz bizga keraksiz, opa. Doim sog' bo'ling. Rahmat, sen gapiring. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sizlar ham. Hammanglar bilan bir nima deydi, birgalikda ishlab, birgalikda ijod qilayotganimdan men ham juda xursandman. Sog' bo'linglar hammanglar. Assalomu alaykum aziz hamkasblar, aziz ustoz, xush kelibsiz. Bizni hamma qatori biz ham albatta xursandmiz. Bizni yo'qlab, eslab kelganingizga va mana shu fursatdan foydalangan holatda eng avvalo ustozlar, murabbiylar kuni bayramingiz bilan chin yurakdan, o'zim jamoa nomidan
qutlaymiz. Rahmat. Va shu o'rinda ruxsat bersanglar bitta narsani tilga olib ketsam, xalqimizda yaxshidan bog' qoladi degan naql bor. Demak, bizni Buloqboshimizni san'atida ham bitta o'chmas iz qoldirgan san'atkorlarning biri, eng asosiylardan biri o'zingizsiz. Bunga sabab mana shu Buloqboshi madaniyat markazimiz tashkil topdiki, o'sha yillardanoq madaniyat markazimiz qoshida, hammanglar bilasizlar, bir necha yillar davomida hozirgi kungacha va bundan keyin ham Gavhar folklor etnografik ansambli bor. tashkil topilgan va Tashkil etilgan. haligacha xalqimizning yaxshi kunlarida xizmat qilib kelmoqda. Shuni o'zi bitta demak misol qilib olsak, menimcha noto'g'ri bo'lmasa kerak. Bir necha bor joylarda respublika miqyosida, xalqaro miqyosdagi tanlovlarda hali hanuz sizning nomingiz bilan olib borilayotgan bu ansambl yaxshi o'rinlarni olib kelmoqdamiz va bundan keyin ham biz shogirdlaringiz va'da beramiz, albatta uni o'chmas iz sifatida davom ettirishga. Rahmat. Arzimas bo'lsa ham jamoa nomidan qabul qilib olasiz. Sovg'a salomlarimizni. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Ko'rasiz. Rahmat uka, rahmat, sog' bo'lsin. Rahmat. Muborak bo'lsin bayramingiz. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. O'rgilay, rahmat sizlarga. Rahmat, salomat bo'linglar. Necha yildan beri bu markazda faoliyat yurgizasiz? Xo'p, o'zi san'at sohasida 42 yil bo'ldi. Shu san'at sohasida ishlab kelayotganimda. Bu yerda 20 yildan oshdi. Bu yerda faoliyat yuritayotganimga. 91-yil bu yer ajrab chiqqan, Xo'jaobod tumani, Buloqboshi tumani bo'lib alohida bo'ldi. Shundan keyin bu yerda o'sha Buloqboshi sadosi degan ansamblimiz o'zini faoliyatini boshladi. Shundan keyin bu yerga kelib, bu yerda faoliyatni davom etkazdik. Oldin Armug'on ansambli dedik. O'sha yerda ishlardik. Nega Gavhar xonim Tojiboyeva bugungi kunda madaniyat markazida emas, bu yerga faqatgina sog'inganda shogirdlari bilan, hamkasblari bilan ko'rishgani kelyapti? Sababi nima? Yo'q, bular bilan hozir o'rtamiz 1 yil tanaffus bo'lib qoldi. Chunki avvalgi yili mart oyida yo'q, oktyabr oyida ketgan edim. Yana keldim. Shu ba'zi bir nima deydi, taqdir taqozosi deydimi, shunaqa sabablar bilan bulardan 1 yil uzoqda bo'lishimga to'g'ri keldi. Endi yoshimiz ham bir joyga bordi-da, sog'likni o'yladik. O'sha tomonlama sog'likda biroz tikkalashimga to'g'ri keldi. 1 yil tanaffus bo'ldi. Mana yana endi qabul qilsa, yana shularning huzuriga keldim. Demak, bu yerda madaniyat markazida shogirdlaringiz siz bilan sizni orqangizdan kelgan bo'lsa-da, baribir birinchi qadamlarni siz qo'ygansizda. Buloqboshi tuman madaniyat markazi Gavhar xonim Tojiboyevasiz menimcha hech qanday bir Buloqboshi tumandagi katta bayram va bir tashkilotlarning bayramlari, mustaqillik, siyosiy bayramlar siz bo'lmaydi. Ana shiddatni ko'rmayapmiz bugun sizda. To'g'ri. U shiddatlar endi nima deydi? Hozir hali ham u darajada nima qildi? Yo'qotmadim, bor. Lekin endi ko'proq yoshlarga e'tibor beryapmiz. Ko'proq yoshlarga e'tibor beryapmiz. Mana har birini aytishga arziydigan hofizlar. Har biri, masalan, rahmat aytishga, tasanno aytishga arziydigan shogirdlar bor. Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, mana Andijonga boramizmi, biror bir katta tadbirlar bo'ladi, ayniqsa tanlovlar bo'ladi. Tanlovlar bo'lganda, mana sizlar ham o'zingizlar ko'proq shu yerda bo'lasizlar. O'z-o'zidan men masalan buni boshqa tumanlar eshitsa, ha deyishi mumkin, lekin ular o'zlari, ha, Buloqboshi keldinglarmi, ish qilib birinchi o'rinda olmanglar bu safar deyshadi. Chunki yaxshi kuch bor. Yaxshi kuch bor Buloqboshida. Hofizlarimiz ham shunaqa yaxshi ovozlik, imkoniyati bor hofizlarimiz bor. Mana Anvarbeklar bor, Anvarbek Olimov bor.
Olimjon Matg'oziyevlar bor. Shular ham nima deydi, haligi yaxshi ovozli san'atkorlarimizda. Va yana bugungi kunda yorib chiqa olgan Sherzodbek va Elyorbekni ko'rib turibman. Mana ha, eng shuni aytdim-da liderlari hozir deb mana. bejizga aytganim. Albatta, albatta. Mana shularga endi nima deydi, bora-bora endi haligi zamon ham shu narsani taqozo qilyapti. Biz o'zimizni yoshimiz ham shu narsani taqozo qilyapti. Sekin-sekin bu yoshlarga o'rinni beryapmiz. Lekin o'rinni berib, bular bizni chetlab o'rgani yo'q. Har safar opa bu ashulani aytib bering, opa bu ashula bilan chiqib bering. Ke bolam bu safar dam olaver deymanda. Lekin bular hamisha hurmat qiladi. Izzatimizni, hurmatimizni joyiga qo'yib sahnaga chiqishadi. Xursandmiz. Va men ko'rib turibmanki, bugungi ichingizdan qaynab chiqayotgan meni savollarimga beradigan javoblaringiz juda ko'p. Albatta. Buni muxlislar kutadi. Negaki, endi biz jamoadan ajragan holatda yolg'iz suhbat qilishga majbur bo'lamiz. Shuni aytmoqchi edik. Endi bir piyola choy ustida suhbatlashsak, yana ham hali maroqliroq bo'ladi. Yana bir kara assalomu alaykum barcha muxlislar, bizni kuzatib borayotgan volidamning ashaddiy muxlislari. Biz aytib o'tganimizdek, Buloqboshi tumanidamiz. Sizga aytganimizdek Gavhar xonim Tojiboyeva bilan go'zal suhbatni sizga taqdim etamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Gavhar opa, hormang. Salomat. Bugungi bayramona kayfiyatingizga nima deydi, kayfiyat ulash maqsadida keldik. Ustoz va murabbiylar qay ma'noda hozirgina madaniyat uyida bo'lganimizda shogirdlaringiz bilan birga sizga haliga berayotgan e'tiroflarni ko'rib lol qolmay ilojimiz yo'q. Keling, Gavhar xonim Tojiboyevani yoshligiga birozgina qaytsak. Gavhar opa, qayerda tug'ilgansiz? Men Buloqboshi tumanida, hozirgi mana shu Buloqboshi tumanida tug'ilganman. Bo'lib ham aynan o'sha ijod nimalari qaynaydigan joyda. O'sha yerda tug'ilganman. Agar davom etkazib ketaversak, shu Buloqboshi tumanida o'sha yerda o'qidim 38-maktabda. O'sha yerda san'atga ishtiyoqda, san'atga bo'lgan muhabbatda meni birinchi ustozim Abdurahmon aka Obijonov. Bizning musiqa o'qituvchimiz edi. Shu inson menga musiqadan birinchi qadamlarda shu inson boshlashimga yordam bergan. Lekin agar aytib o'tish joiz bo'lsa, meni ashulachi bo'lib qolishimga o'zimni bitta xatoyim sabab bo'lgan. Xato bilan ham ashulachi bo'lib qolish mumkinmi? Xato bo'lgan. Bizda 7-sinf edim. Dars tayyorlamagan edim, matematikadan. Keyin o'sha tekshirish boshlandi-da, o'qituvchi kim dars qildi, kim dars qilmadi. Endi o'tiribman, hozir so'raydi-da, shu dars qilmaganim bilinadi, chiroyli bo'lib kundalikka 2 tushadi deb o'tirsam, bizga vaqtlarda vajatilar bo'ladi-ku. Shu opamiz kirdida, bir daqiqaga mumkinmi dedi o'qituvchimizdan. Ha dedi. Ertaga dedi ota-onalar yig'ilishi dedi. Ana shunga dedi, yig'ilishdan keyin dedi, shu o'zimizni o'quvchilardan tashkil topgan dedi, havaskorlik anaqasini qo'ysak, biri ashula aytadi, biri she'r aytadi, biri raqsga tushadi dedi. Menga qulay vaziyat bo'ldi-da. Men dedim. Tojiboyeva, sen nima qilasan dedi. Ashula aytaman dedim. Desam, shu kungacha aytmagansan dedi. Yo'q, ashula aytaman dedim. Xo'p, mayli yur dedi. Yana bitta qizimiz oldi, Roziyaxon deganda, chiqdik tashqariga birga. Keyin opa, men suv ichib kelsam maylimi desam, yo'q dedi. Oldin xonaga yur dedi. Nimani aytasan, nima qilamiz, shuni belgilaylik, keyin chiqasan dedi. Bu plan qo'lga tushdi menda dedim, kirdim. Chunki ashula aytmaganman. Umuman ashula aytmaganman. Kirsam domlam, Gavhar, ashula aytasanmi dedi. Ha dedim. Desam, ha bo'pti dedi. Nimani aytasan dedi. Endi qulog'imga tushib qolgan shu bitta qo'shiq bor edi ona haqida. Nimani o'tgan kunlarda ijro etilgan O'rtar ashulasida musiqasiga so'zini boshqa qilib yozilgan edi. Shu narsani aytdim. Shuni aytaman dedim. Desam, bo'ldi, qani ketdik dedi. Domla chalib berdi, men ijro etdim. Gavhar dedi, tuzuk dedi. Ijro etsang bo'lar ekan dedi. Ertasi kuni chiqdim, shu ashulani aytdim.
u armiyaga ketayotgan bolani onasiga aytgan so'zlari, nolasi edi. Aytyapman, bitta ikkita ota-onalar yig'layapti. Domlaga qarayman, menga qarama, ashulangni ayt deyapti. Yig'lashyapti-da desam, ashulangni ayt deydi. Shu bilan ashulani aytdim. Shundan keyin san'at g'unchalari bormi, san'at bayramlari bormi, nimaki bo'lsa, shu Gavhar ijro etadigan bo'ldi. Shu bittagina darsda tayyorlamaganim meni san'at olamiga kirishimga sababchi bo'lib qoldi. Shunaqa bo'lib, yosh Gavhar maktabni bitirdi. Qayerga o'qishga bordi? Gavharda o'qishga borishi ham juda ham katta problemalar bo'lgan. Chunki 10-sinfda o'qiyotganimda, o'zingiz bilasiz, mana dehqonlarni kuzga yig'ishtirish nimalarida oxirida qurultoy bo'lar edi. Hosil bayrami. Shunda shu qurultoyga men taklif qilinganman. Hofiz sifatida. Bordim, u yerda Ushshoq ashulasini ijro etganman. Endi bari katta san'atkorlar, hammasi katta san'atkorlar. Ustoz san'atkor Munojit Yo'lchiyeva bor, Sherakalar bor, Nuriddin Hamraqulovlar bor, Bobomurod Hamdamov bor, G'ulomjon Yoqubov borki, taniqli butun san'atkorlarimiz, faqat eng kichkina san'atkor menman. Nasib opa bor, Abdullayevalar. Keyin shu Ushshoq ashulasini ijro etdim. Unda ham nima deydi, e'lon qilish ham juda ajoyib bo'lganda. Zoya Kosmidemyanskaya nomidagi 38-o'rta maktabni 10-sinf o'quvchisi, endi 10-sinfga o'xshamasdim. Biroq meni o'quvchi demasdi. Endi u paytlarda endi gavdamiz bor. Chiqdim, ashula aytdim. Bahor ansamblini Baxtiyor aka Aliyev rahbarligidagi sozandalari menga chal berishdi. Ashulani aytdim Ushshoqda. Aytganimda tugatdim. Keyin u paytda biza rahbarimiz, mana o'zingiz xabaringiz bor, Sharof Rashidov. O'rnidan turdi, qarsakchi oldi. Endi qolganlar ham turdi. To'g'risi, qishloqligimga bordimmi yoki hech qachon bunaqa katta sahnani ko'rmaganimga bordimmi, qo'rqib ketdim. Orqaga bir chekindimda Baxtiyor aka Gavhar salom ber, Gavhar salom ber deyapti. Qo'rqib yur, salom beryapman. Salom ber dedi. Salom berdim, qarab, ketaveraymi desam, yur dedi. Ular bilan birga sahnadan chiqqanman. Endi nima deydi, endi haqiqatan aytsa-aytmasa qishloqdagi odammiz, uncha bir nimalarda bilmayman. Dabdurustdan katta sahnaga taklif qilishdi, katta sahnaga chiqib ketdim. Endi ular o'tdi. O'sha nimalardan keyin endi qayerda qanaqa tadbir bo'lishidan qat'iy nazar, Gavhar bu yoqqa, Gavhar bu yoqqa, Gavhar Toshkentga chaqirilyapsan, Gavhar Andijonga bu tadbirga chaqirilyapsan. To'xtamay qoldi. 10-sinfda bitirayotganimda sinf rahbarim "Malades Gavhar" dedi. Ha desam, hisoblab chiqsam 10-sinfda 3 oy o'qibsan dedi. Qoyil. 3 oy darsga kelibsan dedi. Faqat davlat tadbirlarda yurdim. Juda ko'p tadbirlarda yurdim. Endi domla meni ixtiyorimda bo'lmadi. Yo'q, men seni so'kmoqchi emasman. Faqat hozir yillik nima chiqarayotganda hisoblab, qarab ko'rdim. 3 oy o'qibsan xolos dedi. Keyin u yerdan o'qishni harakatida bo'ldi. Endi meni eng oliy maqsadim, orzuim yurist bo'lish edi. Yurist bo'lish edi. Men san'at ichida bo'lganim bilan, ashula aytganim bilan ko'proq men shu yurist bo'lishga harakat qilganman. Shuni orzusida Pedinstitutga tarixga harakat qildim. Aynan men hujjatlarimni olib borib nima qilsam, topshiradigan paytimda bizni tuman, endi hokim deb gapiraveraman, o'sha paytdagi rahbarimiz chaqirdi. Nizom aka, Gavharjon dedi, Toshkentga chaqirilyapsan dedi. Iltimos, men o'qishdan qolib ketaman. Iltimos, o'qishimni joylab olay keyin. Gavhar, men senga va'da beraman dedi. Hech qanday gap so'zsiz sen 1-kursga kirdim deb hisobla dedi. Men hujjat topshirganim yo'q hali desam, men senga qaytarib aytyapman. Sen Pedinstitutga tarixga kirding. Shu yerda o'qishni xohlaysanmi? Ha, o'sha yerda xohlayman. Faqat sen iltimos, hozir menga topshiriq bo'lgan, seni Toshkentga yetkazishim kerak.
tezda bo'l, Qunduzxon seni olib boradi. Endi u paytdagi rahbarimiz. Doim shu ayol olib borardi. Endi yig'laguday olib ketdim. Haqiqatda va'dasida turgan. Men Toshkentda bir hafta bo'ldim. Qaytdim, o'sha hujjatlar hamma yoq topshirilgan. Kirdim Nizom akani oldiga, men keldim dedim. Qo'lini uzatib ko'rishib, Gavharjon, 1-kursda o'qiysan tarixda dedi. Endi sig'madim. Juda xursand bo'ldim. Chunki o'qishni bitirganimdan keyin yuridическийga qabul qilinardi-da, uni bitirgandan keyin. Keyin xo'p dedim. Lekin quvonchim uzoqqa bormadi. Viloyat hokimligiga chaqirtirishdi. Shu bir hafta o'tgandan keyin bordim. Borsam Gavharjon dedi, hujjatlaringni olib Toshkentga konservatoriyaga borasan ekan dedi. Yo'q. Men Toshkentga bora olmayman, men Pedinskga kirdim. Men tarixda o'qiyman. Desam, yo'q dedi. Sen dedi shu yoqqa borasan dedi. Agar qanaqa bo'lsa shu Tojixon opa Halilova opamiz bo'lardi o'sha paytda. Gavharjon, aynane shunaqa deyishyapti. Yo'q, Jon opa, aynane opa, men bormayman Toshkentga. O'qimayman. Ashula aytishni bilaman-u, chaqirsanglar boryapman-u, men Pedinskga kiraman. Yo'q, bo'lmadi. Men aytganim bo'lmadi. Men ham bilmadim o'sha paytda qaysar ekanmanmi. O'qimayman dedim. Toshkentda ham o'qimayman, Andijonda ham o'qimayman. 1 yil qolib ketdim. Lekin baribir yana o'sha tadbirlar. Yig'layman, qochib ketaman, uyni ichidan bekitib olib o'tiraman. Madaniyat bo'limimizda Ravshan aka degan odam bor edi. Shu odam keladi, kichkinagina Kuban avtobusimiz bo'lardi. Shuni ko'rdim, qochar edim. Yo bo'lmasa Jon Ravshan aka ko'rganim yo'q deng. Shu men ko'rmadim deng. Sizni ko'rsam allergiya bo'lyapman. Gavharjon, menga ham topshiriq berilyapti-da. Shu Gavharni topib kelyapti. Shunaqa qiyinchiliklar, shunaqa bir nimalar bo'ldi. Oxiri Toshkentga chaqirtirishdi vazirlikka. U paytda Zuhra Rahimbabayeva degan ayol edi. Bordim, Gavharjon dedi. Senga hamma imkoniyatlar yaratilayotgan bo'lsa dedi. Shunday bez imtihon konservatoriyaga kirasan. 2 yil podgotovkada o'qiysan, 5 yil konservatoriyani o'zida o'qiysan. Yo'q, men konservatoriyada o'qimayman. Qaysinda o'qiysan? O'ylanib turib, teatralniyda o'qiy, 5 yillik ekan, tezroq ketaman uyga debman. Gavhar, senga o'qish kerakmi yo tezroq uyga ketishing kerakmi? Yo'q, men Andijonga ketishim kerak. Andijonda bo'lishim kerak. Onam, men ikkalamizlamizda uyda. Sharoitni tushuntirdim. Yo'q, kerak bo'lsa onangni olib kelamiz dedi. Yo'q, onam bu sharoitga unamaydi. Lekin baribir ular ustun chiqdi. Meni teatralniy institutga qabul qilishdi. Hech qanday imtihonlarsiz 1-kursga qabul qilindim. O'qidim. Shunaqa nima deydi, qiyinchiliklar bilan, sursurlar bilan o'qishga borganman. Lekin juda ham meni eng oliy niyatim yurist bo'lish edi. Gahar opa, ko'p savolni bittaga jamlab bermoqchi bo'lyapman-da. Gavhar Tojiboyeva nega endi yuziga ajin tushgungacha, sochlariga oq oralaguncha, nabiralik bo'lgunicha ham Gavhar Tojiboyeva desa, uni yuzini birov tanimadi. Lekin qo'shiqlarda qoldingiz-ku. To'g'ri. Meni ming qiyin qistovlar bilan Toshkentda o'qishimga majbur qilishgan insonlar oxirida institutni bitirayotganimda, 5-kursni bitirayotganimda diplom berishmadi. Nima uchun? 5 yil davomida xuddi shunday davlat tadbirlari, gastrollar, juda ko'plab shu gastrollarga bordim. Tadbirlarda bo'ldim. Endi u paytlarda ham ko'p, 40 kun, 1,5 oy tayyorgarlikdan keyin sahnaga chiqiladi. Shu narsalarda doimiy ravishda, muntazam ravishda bo'ldim. Eng katta bu nima shu bo'ldiki, meni 5-kursda o'qiyotganimda qishki ta'til paytida, shu zachot topshiradigan paytimizda
adibimiz Oybekni 80 yillik yubileyi Moskva konservatoriyasini zalida bo'ladigan bo'ldi. Men Bahor ansambli, Yalla ustoz san'atkor Sherali Jo'rayev bordik. Tadbirni o'tkazdim. Chiroyli bo'ldi tadbir. Keyin qaytib keldik. Kelganimizda уже zachot topshirilib bo'lganda, qolgan zachotlarni topshirdim ilmiy kommunizm degan fanimiz bor. Shuni referatlarini yozdim, kirdim shu zachotni topshirish uchun. Kirsam, domla kafedrada o'tiribdi. Gavhar dedi, eshikni tashqarisidan yopib qo'y dedi. Domla, men zachot topshirgani keldim, vaqtingizga qarab turib topshiray desam, hech qachon vaqtim bo'lmaydi dedi. Nimaga dedim desam, vaqtida, hamma narsa o'z vaqtida go'zal dedi. Yo'q, to'g'ri tushunaman domla dedim, lekin men shunga majbur edim-da dedim. O'zim qishloqqa ketib qolmadim, yo to'yga ketib qolmadim. Men davlatni topshirig'i bilan borib keldim. U menga hech qanday dedi ahamiyatga ega emas dedi. Meni imtihonimda, zachotimda bo'lishing kerak edi, topshirmadingmi dedi. Demak, meni ham vaqtim yo'q dedi. U paytda seni vaqting bo'lmadimi dedi. Meni ham vaqtim yo'q dedi. Men qabul qilmayman dedi. Yalindim, iltimos qildim, xohlamadi. Faraz qil, men o'tiribman ro'parangda eshitmayapman lekin dedi. Endi nima qilasiz? Siz cho'kmaysiz-ku. Chiqdim, dekanatga kirdim, Mahkam aka degan odam edi. Mahkam aka shunaqa bo'lyapti dedim. Desam, ber referatni menga ber dedi. Yozgan nimamni oldida chiqor darsingga dedi. Men o'zim gaplashaman dedi. O'zim zachot qo'ydiraman dedi. Zachotgami oldi. Xo'p dedim, chiqdim. Lekin o'qish davom etdi. Endi bitirish arafasidamiz. Diplom spektakliga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Endi diplom spektaklida geroinalardan birini o'ynayapman, Mastura. Mastura Satang deb shu Masturani o'ynayapman. Paranji sirlarida Mirzo Azizov partnyorim edi. Endi tayyorgarlik ketyapti, chunki bu yil bitiramiz deb harakat qilyapmiz. Qolgan darslarimizda ham vokal, maqom, ular ham hammasi davlat imtihonlari, tayyorgarlik ko'ryapmiz. Nimani o'zimiz soham bo'yicha aktyorlik nimasini, mahoratini 5 ga topshirdim. Maqomga kirdim, vokalga kirdim. Eng oxirida yana ilmiy kommunizm davlat imtihoni sanalib turibdi. Kirsam, Gavhar, sen zachot topshirmagansan dedi. Men sendan zachot qabul qilmaganman, imtihonga qo'ymayman dedi. Dedi, domla dedim. Men yurgan bo'lsam, men ko'p eshitdim-da Gavhar bu gapingni dedi. Xo'p, nima qilishim kerak edi dedim. Desam, o'sha paytda meni konsertlarga, o'sha tadbirlarga, gastrollarga yuborgan ayol Ra'no opa Abdullayeva. Keyin Aql Umrzaqovich Salimov degan odam. Ishonasizmi? Men Ra'no opani bir marta ko'rganman. Unda ham 2-kursda o'qiyotganimda, 3-kursga o'tayotganimda sizni dedi Oliy Sovetdan chaqirtirishyapti dedi. Bordim, bitta militsioner olib chiqdi tepaga, opani xonasiga. Keyin kirdim, opa bilan o'tirib gaplashdim. Meni Moskva konservatoriyasiga o'qishga jo'natishni rejalashtirishgan ekan. Moskvaga. Keyin opa shunaqa dedi. Siz dedi konservatoriyaga borib o'qiysiz dedi. Opa, yolg'izgina onam bor dedim. Onamni qurbi yetmaydi meni u yoqqa Moskvaga jo'natib o'qitishga. Biz o'zimiz yordam qilamiz dedi. Har oyda sizga oylik sifatida pul boradi, stipendiyani olasiz dedi. U desam u dedi, bu desam bu dedi. Chiqdim. Chiqib keldim, nimaga juda haligi yuragim yomon anaqa bo'ldi-da, men ketaman dedim. Ertasi kuni onam kelish kerak edi, keldi. Bu dedim, o'qimayman dedim. Voy bolam, 2 oy vaqt qoldi, yo'q o'qimayman dedim. Nimaga? Dedi, shunaqa men 3-kursdan dedim, уже nimaga Moskva konservatoriyasiga o'tkazishar ekan dedim. Endi onam xursand. Voy jon bolam, Moskvada o'qiysan ekanmi? Voy bujon, xursand bo'lma. Xohlamayman. Nimaga xohlamaysan? Jon bolam, hammasi o'zlari unday qilamiz deyapti, bunday sharoitlarda aytayapti.
Endi onam ham qishloqda o'sgan bir anaqa ayolda boshqa narsalarni tasavvur qilyapti-da. Jon bu, aynana bu, ketaylik dedim. Tashlab ketaverasanmi? Tashlab ketaveraman. Moskvada o'qimayman. Moskvada o'qisam bu men operachi bo'lib qolaman. Opera, men maqom ayta olmayman, sen xohlagan feruzlarda aytib bera olmayman. Imkoniyatim qolmaydi bu. Desam, nimaga dedi. Endi o'sha paytdagi holatni onamga tushuntirdim. Qarang dedi, men bitirib keldim, eshikni taqillatdim dedim. Kim deding? Kim u deding? Men Gavharman deyman dedim. Yo'q edi, xuddi shunaqa bo'ladi dedim. Ashula ham xuddi shunaqa yo'nalishda aytaman dedim. Xohlaysanmi? Yo'q dedi. Bo'ldi dedim, ketamiz dedim. Yo'q, qo'y bolam, to'xta dedi. Meni kuratorim bor edi, Gulshan Hakimovna deb, juda yaxshi ayol. Kel shu ayol bilan gaplashaylik dedi. Kuratorga kirdik, gaplashdik, ketaman Gulshan opa dedim. Bekorlarda aytibsan dedi. Yur, rektorga kiramiz dedi. Rektorga kirdik. Rektor endi qo'rqyapti-da, yo'q, ular topshirib bergan bo'lsa, men olib qolaman deya olmayman. Men olib qolaman deya olmayman dedi. Do'di Gulshan opa harakat qilyapti. Yo'q, u deymiz, bu deymiz. Men aytdim, foydasi yo'q dedim. Shart narsalarimni ko'tardim, jilvardim bo'loshiga. Bir oydan keyin Umidjon degan bola bordi. Keldi bu yoqqa. Xo'p, o'qishni davom etkazasiz ekan, o'qimaysiz ekan konservatoriyada dedi. Ko'ngil o'rniga tushib qaytdim. O'zimni o'qishimda bo'ldim. O'sha paytlardagi domlarning kallasida turgan narsa shu bo'ldiki, o'sha paytda men bitirayotgan vaqtda Ra'no Abdullayeva qanaqadir bir nima bilan tanqidga uchragan. Opa. Men bir marta ko'rganman. Faqat Ra'no Abdullayeva aytayapti, konservatoriya nimaga borsin, Moskvaga borsin. Aql Mirzaqovich aytayapti, mana konsertga borsin ekan. Rostdan aytayapman. Allohning guvohligida aytayapman. Aql Mirzaqovich degan insonni shu vaqtgacha ham ko'rmadim. Qoyir. Shu vaqtgacha ham ko'rmadim, tanimayman. Faqat ismini eshitganman. Aql Mirzaqovich aytdi, gastrolga. Aql Mirzaqovich aytdi, mana bu konsertga qatnashish kerak ekan. Ra'no opa aytdi, bu yoqqa borish kerak ekan. Bir marta ko'rgan bo'lsam opani, ularda qaytib faqat vazifasini aytgan gapini bajarganman xolos. Domla nima dedi? Mana dedi, rahnamolaring dedi, qamalyapti dedi. Bor dedi, senga diplomni o'shalar bersin dedi. Domla ular nima bo'layotganini ham bilmayman, nima bilan tanqidga uchraganini ham bilmayman. Meni aybim nima dedim. Desam, bilmadim, qisqasi bor dedi, senga shular bersin diplomni dedi. Domla dedim. O'zingizni dedim, diplomingiz bordir shu ish bo'yicha dedim. Ana shu menga beriladigan diplomni dedim. Sizga berdim domla dedim. Sizga berdim dedim. Meni bunday kekertagimni ushab uzib olmaysiz-ku dedim. Ovozimni o'zim bilan dedim. Alloh menga nonni bergan dedim. Mashatimda turibdi dedim. Shu orqali o'zim nonimni topib yeyman dedim. Diplom sizga dedim. Bo'pti dedim. Yaxshi qoling domla dedim. Chiqdim, hech kimga uchramadim, dekanatga kirdim xolos. Domla shunaqa bo'ldi desam, qarang. Haligi vijdonsizlik deydimi, noinsofchilik deydimi? Meni har tomonlama, yo'q bo'ldi, Gavhar biz unday qilamiz. Yo'q, Gavhar bo'pti, sen konsertga borib kelaver, biz gap eshitib qolmaylik, bunday qilamiz. Endi biz nima qilamiz endi? Gavhar iloji yo'q-da, dedi. Yuzsizlik. Nomardlik. Nima qilamiz endi dedi. Nima qilaman? Yig'ishtirindim, kelaverdim. Diplom yo'q. Diplom yo'q. Hali 5 yil, haliga hanuz yo'q. 5 yil o'qib, el yurti xizmatini qilib, davlatni bergan topshirig'ini qilib, etib diplomsiz qoldim. Men diplomsiz qoldim. Eng yomoni, onam meni juda bir boshqacha bir anaqa bilan kutdi-da. Diplom olib kelsa, endi u paytlarda diplom to'ylari deyilardi-da. Ali idishlarni yuvib to'plagan pullar. Bolam kelsa, diplom to'y qilib beraman.
degan. Kirib keldim, xursand kutib oldi. Voy bolam keldingmi? Keldim. Nima kayfiyating yo'q? Bu hozir emas. Xo'p, maylimi, hozir emas. Yo'q, bo'pti bolam. Ali oldida yolg'iz o'zim birga yashaganim uchun juda ko'p ko'zimga qaragan. Hech qachon gapimni ikki qilmagan. Ming bolasi bo'lgan chog'imda ham ali menga suyanib qolgani uchunmi bujon kelgin dedim. Xo'p dedi. Kechki payt o'tirdik, vaziyatni tushuntirdim. Bilasizmi? Agar Alloh senga diplom berish uchun meni yuragimni oladigan bo'lsa, amin Alloh, men yuragimni berdim. Bolam diplom olsin dedi. Qo'y bu, indama. Sen xohlagan, sen niyat qilgan ovoz, hurmat, izzat o'zim bilan birga. Muncha qog'oz bu, nima qilasan, qo'y dedi. Qo'y. Lekin buvimga juda yomon ta'sir qildi. Juda yomon ta'sir qildi. 5 yillik umr. 5 yillik umrim shunday o'z-o'zidan oqib ketdi. Men agar 5 yil davomida biron marta to'yga chiqqan bo'lsam ham mayli edi. To'ydagi biron bir aybim bilan chiqqan bo'lsam ham mayli edi. Yo'q, to'ylarga ham yurmadim. Faqat o'qidim, davlat tadbirlarida, shu topshiriqlar bilan konsertlarda yurdim. Shu narsaga menga berilgan oliy mukofot diplomsiz qolish bo'ldi. Lekin ishladim. Mana shu davr ichida ham diplomsiz ishladim. Lekin shuncha ishlab, yurib shunaqa vaqt kelsa shunaqalar ham deyishdi. Sizni mukofotga tavsiya qilardik-ku, diplomingiz yo'q-da dedi. Men hech kimdan mukofot so'ramayapman dedi. Hech kimdan. 40 yil hisoblasak, meni mehnat faoliyatim. Hattoki madaniyat boshqarmasi yoki viloyat hokimligini bir parcha tashakkurnomasi yo'q. Vaholanki haliyam Gavhar Tojiboyeva haliyam davlat tadbirlarida eng aktiv yuribman. Endi o'zimni yupataman. Eng O'zbekistonda oliy, eng yuqori san'atkorlaridan biri Sherali Jo'rayev meni xalq bilsa bo'ldi deb qo'ygan. Shu inson qachon oldi mukofotni? Xizmat qilib yurib, qancha to'siqlarga uchray yurib, boshqa baribir o'sha inson o'zini liderligini ko'rsatdi, liderligicha o'tdi. Sevimli san'atkor bo'libdi. Har bir inson, hattoki kichkinagina bola ham biladi Sherali Jo'rayevning kimligini. O'zimni yupataman. Meni el yurt biladi-yu deyman. Tadbirlarda mabodo qatnashmay qolsam, Gavharoy rosa kutdik deydi. Rosa kutdik, siz nimaga chiqmadingiz? Dedim, biror safar chiqmasam chiqmabman-da. Desam, rosa kutdik-da, endi chiqadi deb deyishadi. Shu yerlarda, shu tadbirlarda juda chiroyli qilib o'tkazyapmiz. Endi mana Bulovoshi aytyapman, hech qachon orqada qolmagan. Bulovoshining san'atkorlari, Bulovoshining madaniyat uyi hech qachon orqada bo'lmaganmiz. Doim tadbirlarda birinchi o'rinlarda olamiz. Navoiyga bordik, haligi asrlar sadolarida birinchi o'rinda olib keldik. Unda endi folklor yo'nalishida bordik. Gavhar folklor etnografik ansambli bo'lib bordikda, birinchi o'rinda olib keldik. Laureat oldik. Haligi nima deydi? Doim eldi hurmatida, izzatida bo'ldik. Lekin bu tomonlama biz minus oldik. Va yillar o'tgandan keyin Shuhrat medali sohibasi qanday bo'ldi? Shuhrat medali sohibasiga
Undan oldingacha bir ikki marta tavsiya qilishdi. Unvonga tavsiya qilishdi. Lekin hech qanday bir natija bo'lmadi. Men umid ham qilmadim. To'g'risi, umid qilmadim. Chunki menga keraklik javobni aytishgan. Men hech qanday bir ma'lumoti yo'q, o'rta ma'lumotdagi insonman. Hatto o'rta maxsus ham emas. Keyin Madaniyat vazirligida Baxtiyor aka Sayfullayev bo'ldi. Baxtiyor aka Sayfullayev o'sha men institutda o'qib yurgan paytlarimda juda katta tadbirlarda asosiy rejissyor edi. Ko'rardi, meni bilardi, mehnatlarimni ko'rgan, bilgan. Endi shuni xizmatimi, men shu insonni xizmati deb o'yladim. Shu insonni xizmatimi, lekin menga shu unvonni bering deb hayotda bormaganman. Qandaydir bir omad kelib qoldimi? Shu inson vazirlik paytida menga shu shuhrat medaliga tavsiya qilishib, shuhrat medali berildi. 2012-yil. Ko'nglingiz to'ldi, tog'day ko'tariladi negaki. Albatta. Diplom berilmasa ham shuhrat medali olsa bo'lishini isbotladingiz bu mehnatlaringiz ro'yxatida. Albatta. Farzandlaringiz nechta? Farzandlarim 2 o'g'il, 2 qizim bor. Ularni uylab joyladingiz. Ular hammasi uy-uyda, joy-joylarda, Xudoga shukr. Qizlarim ham yaxshi yigitlarga tushgan. Katta kuyovim tanisangiz kerak, teatral institut bitirgan. Biz o'zimizda madaniyat uyida faoliyat yuritgan Saydullo. Taniyman. Saydullo. Shu bola meni katta qizimni umr yo'ldoshi bo'ladi. Juda yaxshi inson u ham shu san'at sohasida. Birinchi san'atga qadam qo'ygan paytlarda biz madaniyat uyiga kelib mendan yo'l yo'riq so'ragan, qo'limdan kelgancha tushuntirganman, etyudlarda qanday bajarishlarini ko'rsatib berganman. Borib o'qib, bitirib, biz o'zimizga qaytib kelib, o'zi yana xonadonimga onasini yetalab sovchilikka kelgan. Qoyil. Shunaqa shu yigit katta farzandim umr yo'ldoshi bo'ladi. Shunaqa vaqtlar, shunaqa nimalar bo'ldi, Nodirbek. Endi nima deysiz? Xalq bilgani bilan, xalq qadrlagani bilan sizni hayotingizni qaysidir ma'noda yo'lga tushib ketishida baribir rahbariyatni ham albatta yordami, tirgagi kerak bo'ladi ekan. To'g'ri. Endi aytish joizmi? Bilmadim Nodirbek. Aytish nojoizmi? Bilmadim. Bundan bir 5-6 yil oldin shuncha tortgan tashvishlarim yetmaganday bir katta tashvishga duchor bo'lib qoldim. Lekin uni Allohning bir bergan kuch-quvvati bilan yengib o'tdim. Yengib o'tdim. Lekin shu yengib o'tish jarayonida men uysiz qoldim. Hozir shu bir insonni iltimos qilib yashamayotgan uyini ijaraga olganman. Oyiga 1 million pul to'lab o'sha yerda yashayman. Lekin bu uysizligim orqasidan juda ko'p yugurdim. Subsidiya sizga to'g'ri kelmaydi deyishdi, yoshingiz katta dedi. Shuni hech imkoniyati yo'qmi? 40 yillik qilgan mehnatimni bir jinday bo'lsa ham hurmati yo'qmi? Qandaydir bir yo'li bilan iloji yo'qmi ekan? Men birovdan yoki rahbariyatdan ham men uchun uy mukofot qilishini kutmayapman, Nodirbek. Shu hozirgi berilayotgan uylardan imkoniyatini qilib olsam-da, o'zim pulini to'lab, o'sha oylik nimalarini to'lab o'tirsam dedim. Yo'q, hech kimga yaqinlashishmadi. Tuman hokimligini xabari bo'lmaydi bunaqa ishlardan. Tuman hokimligi men yalinib kirganimdan beri 3 taga almashishdi. 3 taga almashdi. Eng nimasi Ma'rif aka degan o'zimiz ham qishloq bo'lgan. Shu odamga kirganman. Shu odam shu menga yordam qilish jarayonida, shu uy bilan ta'minlayotgan jarayonida shu insonni boshiga shunday bir tashvish tushdida, shu qo'l qo'yishga ulgurmadi.
o'sha uy qolib ketdi, berilmay. Undan keyingilariga yalinib kunim o'tdi. Kiraveraman, chiqaveraman, shunchaki aytib ko'raman, yig'layman. Hali shunaqa bir ayol kishi shunaqa bo'lasiz ekanda, bir og'iz, ikki og'iz gapirasiz. Haligi bu egoizm deyiladimi, bilmadim. O'zimga rahmim keladi. Haligi holatimda, haligi o'tirgan joyimda o'zimga rahmim keladi. Yig'layman. Sirazi ko'zimga yosh keladi, yig'layman. Tushuntira olmadim. Avvalgi yili hokimimiz bog'da ichida viloyat hokimi qabul qiladigan bo'ldi. Huzuriga bordim. Rosa navbatim kelganda tumanimizning hokimi hozir boshqa almashib ketdi. Oldingi eski hokimimiz O'tkirbek 3-4 ta oldida yordamchilari bor. Opani tez olib kel deyishdi. Bitta odam qoldi. Undan keyin men kirishim kerak. Jonim hali ko'p turibdi. O'rta hokim dedim, men kirishim kerak desam, nima uchun kirasiz? Nahotki bilmaysiz dedim. Uyim yo'q axir, shuni kirib yordam so'ray deyapman desam, opa hozir ketsangiz dedi. Men dedi, o'sha tumanda anaqasida kimoshdi savdosiga dedi, yer berilyapti dedi. Men shuni dedi, sizga yo'lini qilib dedi, o'tkazib beraman dedi. Men shu tomonlama sizga yordam beraman dedi. O'sha uyga kelgin dedi. Men qo'limdan kelganicha o'zimning hisobimdan 2 ta vremenka qo'yib beraman. Qolganini o'zingiz qildirib olasiz dedi. Va yana puch yong'oqqa to'ldi. Ishondim-da. Men ishondim. Xo'p dedim. Shunday kirishim mumkin bo'lgan joydan qaytdim. Men hozir shu gapni aytmoqchi bo'lib turgandim. Tuman hokimlaridan ko'ra viloyat hokimligini ishi tezroq va samaraliroq bitadi. Men ko'p yerda bong urib, haligi maqtanib, gerdayib ayta olmayman-da, bizda Andijon viloyatini hokimidaqa hokim yo'q, hech qayerda yo'q. To'g'ri. Siz ana shu insonga boring. Urindim-da, lekin madaniyat xodimlarini doim qo'pol bir narsani keltirib o'tishga majburman-da, mehnat halol, go'sht harom bo'ladi. shu narsani o'zim hozir fikrimni yakunlab turib savolingizga javob bersam, maylimi? Mayli. Bu yerga kelgandan keyin endi ular kimoshdi savdosi emas, o'sha narx katta pul bilan u sotildi. Nimaga olmayapsiz degan hokimiyatdan menga savollar bo'ldi. Men aytdim, men hattoki $100 ushlaganim yo'q. Hali qo'limga ushlaganim yo'q dedim. Oyligimdan tashqari dedim. Men 10 millionga u yerni sotib ola olmayman-da. Hokim aytgani uchun, yo'l qilib beraman degani uchun keldim. Sam yo'q, endi palonchi manoncha millionga aytdi, palonchi manoncha millionga. Xo'p, mayli, qoldi. Bir oydan keyin nima qilaman? Xotin kishining kuchi shu-da. Yig'lab dardimni bolishimga aytib Rossiyaga ketdim. Ilojim yo'q-da. O'g'lim bilan birga kitrandik, harakat qildik. Qarang, hali Allohni shu darajada sinovdamanmikin deb o'ylayman-da. Bir chakki ishlar qilishimga yo bir boshqa anaqaga yo'l qo'ymaydiki, shu ko'p sinaydi-da meni. Kelinim orqa umurtkasida nima bilan? Grija bilan yotib qoldi. Hattoki harakatlana olmay qoldi. Harakat qila olmay qoldi. Shun bilan hali topgan, kitrangan pulimiz ketdi. Endi u ham aytishga oson emas ekanda, birovning yurti. U yoqqa yuguramiz, bu yoqqa yuguramiz, oldin davolatdik. Yo'q, bo'lmadi. Oxiri operatsiya dedi. Operatsiyasiz hal bo'lmaydi dedi. Operatsiyaga yotdi. Undan keyin operatsiyadan keyin yurmaslik anaqasini aytdi. Bolalar meni o'zimning qo'limda qoldi, nevaralarim. Shunaqa qiyinchiliklar bo'ldi. Ularni tugatib, men aytdim, o'g'lim, sog'lig'im biroz chatoq bo'ldi. Davolanasizmi dedi. Yo'q dedim. Xuddi nazarimda shu birovning yurtida o'lib qolsam, xuddi grobga solib olib keladigandek faraz qildim. Yo'q, o'g'lim, ketaman dedim. Ketaman. Kelin oyoqqa turdi. Men ketaman dedim. Borib men uyda harakatini qilay. Senga qiyin bo'lib ketyapti dedim, qaytdim. Yaqinda viloyat hokimligiga bordim. Tadbirimizni
anaqasida bog'ni ichida katta remont ketayotgan ekan. Hokimimizni o'sha yerda ko'rib qoldim. Men ishoning o'ziga ham aytdim. Hech qachon hokim nimadir ish bilan band bo'lsa, hali yugurib chiqib turib, hokim aka maylimi deyish bu menga emasda. Men hech ham o'shunaqa narsani xohlamayman. Qachon bir o'zini vaqti bo'lsa, fuqaroni qabul qiladigan imkoniyati bo'lsa, borsang tuzuk. Ming bor uzr so'rab, uzr Shuhrat Qo'shaqboyevich, bunaqa qilish niyatim yo'q edi, lekin hozir majburman. Dedim, "Yo'q, mayli keling" dedi. Shunaqa men shunaqa ishlar bilan qanaqa bo'lib qoldim. Shunaqa hozir uysiz holatdaman. Shuning uchun sizdan yordam so'rab keldim. Menga uy mukofot qilishinglarni emas, shu uyni olishimga boshlang'ich narxiga men pul topa olmayapman. $13,000, $15,000 topa olmayapman shuni. Imkoniyatini qila olmayapman. Shunga yordam bersangiz. Yordamchisini chaqirdi, tezda yordam berilsin dedi. Xo'p dedi. Ular topshiriq berdi, yordam berish to'g'risida dedi. Bilasizmi, menga aytishdi, Bulovoshida yangi qurilayotgan domlarda Oybek degan bolaga uchrashishimni aytishdi. Xo'p dedim. Endi Xudoga shukr, hozir borsam, uyni ko'rsam, sirazi o'g'limga telefon qilaman. Nevaralar, kelinlar qaytadi. Dedim, birovni yurtida oila baqish qiyin bo'layapti-da. Shunaqa o'y fikrlar bilan shunaqa ketyapman. Bordim, u Oybek degan bolaga uchradim. Sizdaqa yoshgina yigit ekan. Keling opa dedi, Gavhar opa sizmi dedi. Ha, menman dedim. O'g'lim tanishtiringchi, qanaqa nima gap dedim. Desam, opa, uyni boshlang'ich narxi, umumiy narxi 360 million dedi. Xo'p dedim. Oyiga dedi 5 milliondan dedi. Xo'p dedim. 6-chi etajdan dedi. Xo'p, mayli dedim. Bo'pti, unga ham roziman o'g'lim, mayli 6-chi etaj bo'lsa ham dedim. Desam, endi dedi, nima qilasiz? Bir xonali dedi. Nimaga bir xonali dedim. Men 6 ta odamman dedim. 6 kishimiz dedim. Bir-birimiz oyog'imizga, bir-birimiz boshimizni qo'yib yotamizmi dedim. Kuxnyasi 3,5 ga 3 ekan uyni o'zi. Kuxnyasi 2. O'g'lim dedim, mazax qilyapsizlarmi dedi. Desam, "Yo'q opa" dedi, "siz yoshingiz katta ekan, men umuman bu narsani hozir sizni ko'rib turib tasavvurimga sig'dira olmayapman. Lekin aytishga majburman, menga berilgan topshiriq shu" dedi. Juda yomon holatga tushdim. Juda yomon holatga tushdim. Haligi qo'ldan chiqquncha, uyga yetguncha deydimi? Topshiriqni oldi. Opaga men uyni aytdim, o'sha ko'rsatishyapti. Qutuldi, bo'ldi-da. Shu men qutulindi-da shu ish. Endi bir xonali uyda qanaqa qilib yashab bo'ladi? Men janim port bo'lyaptiki, bolalarimni tezroq olib kelsam, nevaralarimni olib kelsam deb. Uka, biz sig'maymiz dedim. Ba'zida mentalitet, o'zbekona mentalitet deymiz-u, sizga u bolani taklif qilayotgan bir xonalik uyini qarang-u, sizni nabirangiz, o'g'lingizni xotini bor. Siz qaynonasiz. Bir xonalikka mentalitet emas, o'risam u narsani taklif qilmaydi. Shuning uchun men aytdim. Yomon bo'ldim. Ali bola suv olib keldi. Opa, doktor chaqiraymi dedi. Yo'q, men turibman, o'zim ushlashga harakat qildim. Endi ohmay o'sin. Ohyapti, o'zim ushlashga harakat qildim. Opa, doktor chaqiraman dedi. Yo'q, to'xtang dedim. Bo'lmasa keling dedi, uyingizda odam bormi dedi. Ha, bor desam, yuring uyga tashlab qo'yay dedi. Dedi, sizni ovora qilaman desam, yo'q, aynan ne opajon, opa, men sizni xohlagan joyingizga hozir, obar degan joyingizga olib borib qo'yaman. Men bitta farzand sifatida men hozir yomon bo'lyapman dedi. Bitta onani farzandi sifatida dedi. Ali bola yetalab olib chiqib, mashinasiga o'tkazib olib keldi uyga. Olib kirib qo'ydi. Yaxshisiz a xola? Yaxshiman o'g'lim dedim. Yaxshiman, sizga katta rahmat o'g'lim dedim. Ali bola ketdi. Kirdim. Pog'onim ko'kka chiqdi. O'tirib o'sha shom payti bo'lib qoldi. Namozimni o'qiyatib Allohdan tiladim. Xudo, ehtimol
senga emas bandalaringga yalinganim uchun menga qayta jazo berayotgandursan dedim. Men tavba qildim dedim. Hech bir bandangga yolinmayman dedim. Hech bir bandangga yolinmayman, Alloh o'zingga yolinaman. Ehtimol meni yaratgan egam u yoqdagi menga tayinlayotgan uying chiroylidir dedim. Ilohim, inshaalloh. Chunki hech kimda dilini ortmadim Alloh dedim. To'yma-to'y yurib, undan zakalat olib, bundan zakalat olib, o'qilib yurib ish qilmadim. Ishimga bordim, keldim, davlat topshirig'ini bajardim. Nima bo'lsa, shuni qildim. Yuzoshlariga borsam, kelin salomda aytib bering desa, boraman. Yuzoshida aytaman. 4 ta nonni chuk bersa, ish paytida bo'lsam, "Xolso'po, uzr. 2 soatga borib keldim, opa. Bo'pti Gavhar" desa, haligilarni oldiga yozaman. Chunki ish vaqtida ketdim. Shu 2 soatga bo'lsa ham shu 3 so'm, 4 so'm topay, oilam uchun, bola chaqam uchun dedim. Nodirbek, halol yashayman. Odamlarning hurmatida, izzatida bo'yicha qolaman. Farzandlarimga hech qanday gap bermayman, san'atkor bo'lsam ham deb bor kuchimdan yashadim. Ehtimol eshitganlar kulishi mumkin. Madikarga ham chiqdim. Madikarga chiqdim. Andijonda yurib, birov meni yaxshi tanimaydi deb shahardagilarda, donda o'tiradiganlarda poloslarini yuvdim. Lekin hech kimda haqqiga xiyonat qilmadim. Hech kim. Birovni 1 so'm pulini olib no'rin yemadim. Yuzoshliga borsam, kelin salomda aytib beriblar, qaytaysam, "Nech pul beraylik" desa, "O'zinglar bilasizlar, men pul so'ramayman." Bilasim, 100 ming. Ba'zilar 70 ming. $150 ming berishadi. Mayli. Zato bolalarimni halol baxtim. Halol baxtim, Nodirbek. Hech kimga elanmadim. Qaysidir bir yomon yo'l bilan pul topmadim. O'zimni shuna deb yupatyapman. O'tsam, Xudo xohlasa, Alloh ish qilib ashkurlarda o'sha vaqtlarda nasib qilsin. Ehtimol u yoqdagi uyim chiroylidir deyman. Ilohim. Shu uzr. Dunyo bo'libdiki, Gavhar opa bugun el yurtni xizmatini qilib, uni yupantirish o'rniga yig'latgan elga nima degan bo'lardi? Bugun sizni yupata oladigan rahbarlar juda ko'p. Ana shu yuqoridan aytayotgan yurt otamizni so'zlari to'liq bo'lsa, viloyat otalarimizni so'zlari to'liq aytilgan vazifalari bajarilganda Guliston bo'lib ketgan bo'lardi. Ular topshiriqni beradi, lekin tumanlarimiz qoqiladi menimcha. Shunaqa bo'ldi. Nahotki bir tumanni boshqarib turgan tuman otalari nahotki sizni dodingizni eshita olmaydi? Eshitishmayapti. Agar eshitganda meni bu safar buna qilib yer yurishmagan bo'lardi. Men bu safar juda qattiq yerga urildim deb hisobladim. Men zabardast, chapani erkakcha, mard ayol deb bilaman. Mana bugun sizni ko'rib, men suhbat davomida sizni tarixingiz bu soatlab, 10 soat, 20 soatlab eshitiladigan narsada buni juda qisqa qilib gapiryapsiz. Lekin yuragingizga qoyil, mayli yalinmang. Agarda madaniyat xodimlarini ahvolidan xabar olmaydigan, madaniyat shu rahbarlari deymizmi,
tuman hokimlarimi xabar olmasa, men sizga o'zimni yonimdan bo'lsa ham 2 sotik bo'lsa ham yer sovg'a qilishga qurbim yetadi. Meni sherigim bor Husniddin degan. Biz harakat qilib ko'ramiz, opajon. Rahmat. Lekin viloyat hokimimiz Ularga emas, aytgani ham bo'lmadi. rahbarlarga emas, biz o'zimizcha harakat qilib ko'ramiz. Shularni ham aytgani bo'lmadi. Meni qo'yayotgan narsam nevaram ko'payyapti-da. Ular Rossiya fuqarosi bo'lib qolyapti. Meni bitta o'g'lim. Endi ikkinchi o'g'limni keyin o'zingizga aytaman. Shu o'g'lim shu yerga kelish kerak-da. Oilasi bilan kelish kerak. Nevaralarim Rossiya fuqarosi bo'lib qolyapti. Bog'chasiga tadbirga bordim. Kelinim, siz dedi, millatchilik qilyapsiz dedi. Yo'q dedim. Nevaram chiqib bog'chani bitirish nimasida shunaqa Rossiya haqida she'r o'qidi. Rossiyani ta'rifladi. Men millatchilik qilmayapman. O'sha yerdan non topib yeb keldim. Lekin tadbir tugaguncha yig'ladim. O'tiribman, ko'zim yoshini bekitib, kelinim turtiydi. Shu bolam, shu o'zim yurtimda O'zbekistonim deb aytsa bo'lmasmidi? Shunaqa ta'riflayapti, voyenniy kiyintirishib qo'ygan. She'rni o'qiyapti jaranglatib. Men yig'lab eshitdim. Bu millatchilik emas, lekin baribir ichim og'ridi o'sha yerda. Endi taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi deb o'zimni ovutadigan odamim yo'q. Onam yo'q, otam yo'q, akam yo'q. O'y Gavhar anaqa deydigan qizlar bironi hasmi, hammasini o'z uyida singillarim. Meni tashvishim ularga oshiqcha. Bevosita bu suhbatlarimizni YouTube kanaliga qo'yganimizda kimlardir, nimalardir deyishi mumkin-da. Agar bu narsalarni kimgadir qalban yashirmaganingiz uchun sizga avvalo rahmat, Gavhar opa. Bu yurakni men bilmadim, qanchaligini men tasavvur qila olmayapman. Yurak shu darajada katta bo'lishi mumkin ekanda insonda. Va buni ichiga sig'dirib kelib biz shunaqa ekanmiz-da, san'atkor. Ertalab eshikdan chiqib kelayotganimizda men shunaqa chiqaman. Bir silkinib, Alloh erkakning kuch-quvvatini ber. Vujudim ayol, lekin ilojim yo'q erkak bo'lmay deb chiqaman. Qaytaman xonadonga, bir silkinib keldim uyimga. Endi men buvaman, endi men onaman. Yotaman. Eshitgin endi. Bugun manaqa bo'ldim. Bugun manaqa bo'ldi. Mana xursandchiligim bo'ldi. Bugun mana xafagarchiligim bo'ldi. Shu yostig'im eshitadi. Yostig'im ko'z yoshimni artadi. Shu men dardlashaman. Ilojim yo'q. Yana ertasi kuni boyagidek bo'lib, voy Gavhar Tojiboyeva, voy yaxshimisiz? Men dunyodagi baxtiyor odam deb tutaman o'zimni. Eng baxtiyor odam deb tutaman. Sizlarga maza deydi. Rosa maza deyman. Biz o'ynaymiz, kulamiz, mana shunday qilib yuramiz. Bizning hayotimiz endi Allohning bergan bizga ne'mati-da shu. Maza qilib yashayapmiz. Nima deysiz? Har bir odamga har bir kechirgan kuningizni aytib bera olmaysiz. Bu kulayotgan kulgini ichida majburan yurakdan shu kulishga majbur qilinayotgan ehtirosni ifodalab bera olmaysizda. Iloji yo'q. Paxtaga desa paxtaga chiqdik. Yaganaga desa yaganaga chiqdim. Voy Gavhar Tojiboyeva, siz ham chiqasizmi? Ha, men ham chiqaman-da, men ham odamman-ku. Rahbarim yuribdi paxta terib, men ham teraman-da. Keyin menga bitta minus tomoni bo'ldi. Kursdoshlarim kelib,
kelishib bo'lgan paytda mana Andijon yo'lini, asosiy yo'l sinosga tushdi. Uylar, bir qatordan uylar sinosga tushdi. Ko'p tashkilotning qatorida bizga ham madaniyat uyiga 2 ta xonadon bo'lib berildi, sinosga tushgan. Biz madaniyat xodimlari shu Xolsopa bilan birgalikda borib, g'ishini g'ishga, shipirini shipirga, turpog'ini turpoqqa qilib, top-toza qilib yig'ishtirib, hammasini o'rniga joy-joyiga qo'yib berdik. Shu nimada kursdoshim telefonlashib qoldi. Gavhar, nima qilyapsan? Ko'rishishimiz kerak edi Toshkentda. Ko'rsatdim. O'lay dedi. Kuldim. Men mehnat qilyapman dedim. Chunki biri Xurshid O'rinova, taniqli san'atkor. Hammasi o'zini o'rnida, joy-joyida ishlashyapti. Tojbar opalar, Tojbar Azizova, mana Mirzani ayoli. Bular endi hammamiz, Zulayxo, hammamiz birga bitirganmiz. Hammamiz o'sha institutda birga o'qib, o'sha yerda bitta nonni birga bo'lishib yeb, shunaqa katta bo'lgan, shu yerda o'qishni bitirgan insonlarimiz. Gavhar, nima qilyapsan? Nima qilardim? Ishlayapman. Senga shu epmi? Nima qilishim kerak? Butun kollektiv qilyapti. Men hech qachon falonchiman demayman. Shular bilan birgalikda mehnat qildim. Uylarda o'rniga o'sha joy-joyiga qo'yib berdik. Qara, rahbarim ishlayapti. Rahbarim ish qilsa men qarab turamanmi? No'shto Gavhar Tojiboyeva, men ham odamman, el qatori. Shular hayron bo'ladi. Borsak, ko'rishdik. Biz manaqa qilamiz. Voy, nimaga dalaga chiqasan? Nimaga chiqmayman? Nimaga chiqmayman? Gavhar, o'zingni bilsang, o'sha o'zimni bilganim uchun ham chiqyapman. O'zimni bilganim uchun chiqyapman deyman. Men bilmadim. Endi Toshkentdagi katta-katta san'atkorlarimiz qatorida ko'rsa kerak-da. Gavhar ham shunaqa bir o'zini yurtida shunaqa bo'lib yashaydi deb o'ylashsa kerak. Endi yo'q. Biz shu yerdagi el nima bo'lsa, biz ham shu. Kunlar kelib ana shu ichingizdagi nidoni, faryodni shu to'lib toshganda qaysi qo'shiq bilan ijro etgan bo'lardingiz? Onamni bitta, onam o'sha o'qishimdan keyin 1 yildan keyin o'lib qoldi. Lekin oxirgi marta gaplashganimizda kasali yotibdi. Televizor yoniq turuvdi. O'chirib qo'yaymi desam, yo'q, qo'yib qo'y dedi. Ha desam, Gavhar dedi. Bir marta seni dedi. Oxirgisi dedi. Feruzda aytayotgan paytingda dedi. Ko'rib tursam dedi. Oxirini tugatganingda billa jonim chiqib ketsa edi. Dedi. Lekin shuni hech ham qila olmadim. Bolalarimdan oshina olmadim. Qizlarimni to'yi dedim. Uylash kerak dedim, chiqarish kerak dedim. Bitta janim, endi bilasiz, madaniyat xodimlarini oilaga qay darajada. Hali oshina olmadim. O'g'lim avtodorojniga o'qishga kelib ham tashadi. Aya, baribir kontrakt to'lamaymiz dedi. To'lamaymiz aya dedi. Rossiyaga ketib qizlarni chiqarish kerak dedi. Opamni chiqarish kerak, singlimi chiqarish kerak. Men sizga yontayoq bo'lishni o'rniga kontrakt to'lasam to'g'ri kelmaydi. Aya, qo'ying, o'qimayman dedi. O'sha anaqadan keyin u ketdi, nimaga, Rossiyaga ketib. Shuni orqasida men hech ham televideniyega bir konsertimni qilish uchun mablag' ajrata olmadim. Chunki bilasiz, hamma yo'q mablag' bilan. Shu onamni xohlagan shu ashulasini ijro etaman dedim, lekin hech qachon men bunga yo'l topa olmadim. Endi bilmadim, yana bundan buyog'iga qancha umrim bor, qancha yashayman, bilmadim. Lekin amalga oshar bir kun. Oshadi. Men endi topib oldim sizni, xudo xolasa keling. Amalga oshar. Ana shu faryodga aylangan qo'shiqni
azmuncha bir kuplet ijro etib bering. Müşkül kaşın yar hayatin Ul çeşmi cellat üstüne Kılgıl tamaşa katlim üçün nas keltirir yarenün eltiban saat üstüne Nün eltiban saat üstüne Kılgıl tamaşa kamatin Zibası birlen arazin Ger körmesen gül Bulganin vaya Payvand şamşat üstüne Payvand şamşat üstüne Man hastaga can azramak Endi erürdü şuar kim Katıl közü beyek dadeter Harlak zabidat Üstüne yar yavrum Yashay. Hali hamon 20 yoshli Gavharning ovozi bor. Salomat bo'ling va men muxlislarga qolgan suhbatni Gavhar xonim Tojiboyeva bosib o'tgan izlarini, yoshliklariga qaytib, u qayerda tug'ilgan, ana shu qishloqlarni ko'rsatish uchun Husniddin Jumaboyev tayyor bo'lib turibdilar. Men Husniddin Jumaboyevga Gavhar xonim Tojiboyevani topshiraman. Demak, Gavhar opa, bolaligingiz, yoshligingiz Buloqboshini mana shu ko'chalarda o'tgan, to'g'rimi? Albatta, ha. Shu yerlarda qo'shiqlar kuylab, o'sha bolalik paytlaringiz esingizga tushsa kerak. Albatta, endi nima deydi, hali san'atga oshifta oila desam ham bo'ladi, chunki onam ham juda chiroyli ovozi bor edi, onam ham ijro etardi. Shuning uchun ham san'atkor bo'lishimni jon-jonidan xohlagan. Juda ham xohlagan. Mana hozirgi kungacha ham onamni eng kichik ukasi bor. Buloqboshida juda nomi ketgan bir sanatoriyamiz bor, Uzumzor. Ana shu yerda ishlaydi, Uzumzor bog'i bor. Ana shu yerlarda atay orqasidan ko'rinmay bekinib kelamiz. Juda chiroyli ovozi bor-da, ashula aytib ish qiladi. Onamni singlisini o'g'li hamma taniydi, Andijonda juda ko'pchilik taniydi. Anvarbek Olimov. Shu bola ham juda chiroyli ashulalar aytadi. Shu o'zi nima deydi, haligi oilamizdan bir nimadan san'atga bir qiziqishimiz bo'lib katta bo'lganmiz. Dadam ham juda chiroyli ashula aytardilar. Ovozlari bordi. Qachon qarasa ashula aytib bering desak, otam derman deyaverardi. Juda hali erta o'tib ketgan bobomiz, opa dadamiz. Shu dadasiga aytar edi qo'shiq. Otam derman deb juda chiroyli aytardi. Sen baribir menga yeta olmaysan deb qo'yardi. Ashula aytganda. Shuning uchun ham mana shu Buloqboshini tashlab ketgisi kelmagan, poytaxt tomonlarga, viloyatga deymizmi? Baribir mehringiz shu yerga tushgan. Baribir nima deydi? O'zimni yurtim, o'zimni qishlog'im, o'zimni joyim, o'zimni qadrdonlarim, o'zimni yaqin odamlarim shularda. Shuning uchun ham qandaydir Toshkentga borishga bir menda bir ishtiyoq
tug'ilmagan. Men o'shalarga borib o'qiyman, bu qilaman deb orzu emas. Men shu yurtda yashab turib, shu yerda o'qiyman. Aytib o'tganimdek yurist bo'laman deb o'zimcha juda bir boshqacha narsalarda planlashtirganman. Endi biz yoshligimizda eslasak, sizlar o'sha sahnalarda, telekanallarda, endi ayniqsa bizni otalarimiz, onalarimiz sizni ijodingizni juda ham yaxshi bilishadi. Endi biz yana savol berishim mumkin, ko'rik tanlovlar bo'lardi endi. O'sha tanlovlarda qatnashib, tuman bosqichlarida, viloyat bosqichlarida, respublika bosqichlarida qatnashganmisiz, chiqqanmisiz? Juda ko'plab tanlovlarda, Xudoga shukr, o'rinlar olib, birinchilardan bo'lib kelganman. Lekin meni afsolam sovigan tanlovlarga qatnashish. Birinchidan o'sha yoshimiz ham bir joyga bordi, lekin bundan bir qancha desam bo'ladi, har qalay bir 5 yil yo 6 yil. Birinchi Ma'murjon Uzoqovni nimasiga bag'ishlangan ko'rik tanlov e'lon qilingan. Shunda men juda ham yaxshi ko'raman. O'zim yaxshi ko'rishimdan o'laroq onam shu Ma'murjon Uzoqovni ijodini juda yaxshi ko'rardi-da. Feruzda "Ke bolam, Piruzda aytib ber" der edi. Shu Feruz ashulasini Yorista va Mustahzotda borib o'sha tanlovda viloyat bosqichida qatnashdim. Respublika bosqichiga chiqdingiz dedi. Adaham ham bor edi, maqom ansamblda ishlaydigan bola. Ikkalamiz o'sha nimaga boradigan bo'ldik, respublika bosqichiga. Xo'p dedim, lekin respublika bosqichiga sanoqli kun qolganda meni chaqirishdi, bordim. Borsam shunaqa dedi. Yorista va Mustahzot Feruz ashulalari dedi, erkak xonanda ijro etadigan qo'shiq dedi. Shuning uchun dedi, shunaqa ayollar ijro etmasin deyilganligi sababli dedi, Adahamjon ketyapti dedi. Qiziq dedim. Tabiatan men tanigan odamlar juda yaxshi biladi, tortishmayman. Xo'p, suvni oqimiga tashab qo'yaman. Shumi? Shunday bo'lishi kerak ekan. Shunday bo'lishi kerak. Xo'p dedim. Tek tashab qo'ydim. Shunday bo'ladimi desam shunaqa dedi. Ha, mayli dedim. Qaytdim. Adahamjon ketdi. Lekin hech qancha vaqt o'tmadi-da, Navro'z katta tadbirda, respublika tadbirida ustoz san'atkor Munojat opa Yo'lchi va Yorista va Mustahzotni ijro etib turibdi. Ana, u yerda jins tanlamayapti. Bu yerda meni nari qilishyapti. Lekin u yerda axir ustoz san'atkor ijro etyapti-yu. Munojat opa Yo'lchi va ijro etyapti-yu buni. Nima uchun menga mumkin emas? Qarang. Bu yerda nima bor endi, ko'ra olmaslik deymizmi yo shunchalik raqobatdan qo'rqishmi? O'zingiz qanaqa baholaysiz mana shu vaziyatni? Bilmadim, qandaydir men ko'p azaldan ancha bo'ldi bu narsani ichimdan his qilishimga o'zimga o'zim tan olib his qilaman. Menda girdi kapalay bo'lishi yo'q. Hali deb harakat qilib yo'q. Haligi xalq tili bilan aytganda paxta qo'yishlik. Yo'q, u narsalar laganbardorlik. Yo'q, menda u narsalar yo'q. Boraman, bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'lmaydigan bo'lsa, bo'ldi, gap yo'q. Qaytaraman. Iltimos, yo bo'lmasa manaqa, endi siz oqchi edingiz, siz ko'kchi edingiz. Yo'q, u hech ham shunaqa bo'lmadi. Qo'limdan kelmadi o'sha narsa. Ehtimol shu uchun ham men hali doim rahbarlarning nazaridan chetda yurgandirman. Ha, tushunarli. Mana shunaqa vaziyatlarda insonda baribir ham shashti tushib ketadi, ko'ngli qolib ketadi, sovib ketadi. Sizda ham mana shunaqa vaziyatlarda yana qayta kuch to'plab oyoqqa turishingizga kim yoki nima kuch bergan? Meni oyoqqa turishimda yana endi bu yerga Buloqboshiga turmushga chiqib, yana Buloqboshiga qaytib kelganimga 25 yil bo'lyapti. 2005-yil kelganman Buloqboshiga qaytib. Farzandlarim bilan birga shu yerga qaytib keldim. Ana shu nimalarning ichida hamisha meni yuragimda turgan, doimo mana shu yuragimda urib turgan narsa, imkoniyatim bo'lsa,
imkoniyatim bo'lsa deb harakat qilib kelyapman. Imkoniyatim bo'lsa, meni yuragimda orzuyim qolib ketgan bo'lsa, yurist bo'lish orzuyim yuragimda qolib ketgan bo'lsa, onam oxirgi marta ko'zini yumib yotib, qani edi shu Feruzda ijro etganingda degan bir yurakdan chiqqan so'zi onamni tilida, yuragida, vujudida birga ketdi. Birga ketdi. Onam xohladi meni katta san'atkor bo'lishimni. Onam xohladi. Juda ham xohladi. Men sahnaga chiqmayman deganimda ham yig'ladi hattoki. Jon bolam, aynan ne bolam chiqqan. Jon bolam mayatimda qolib ketdi. Bu xohlamayman-da, xohlamayman. Yo'q, bo'lgan, jon bolam san'atkor bo'lgan. Juda xohladi onam. Endi shunchalik haligi yuragida bir anaqasi bilan qolib ketgan onamni hech bo'lmaganda o'sha oxirgi qani edi Feruzda eshitsam degan ashulasini chiqarishim kerak. O'sha ilinj uchun hamon ijodda harakatdasiz. Harakatdaman. O'zim shunchaki ishxonada o'tirib ham, keling Mansurbek Feruzda aytamiz deyman. Keling birga aytamiz deyman. O'tirib qayta aytaveramiz. Aynan Ma'murjon Uzoqovning yo'nalishida aytaman. Xorazm yo'nalishida emas. O'sha plastinkadan o'rganganman o'zim. Plastinkadan o'rganganman. Shu aynan Ma'murjon Uzoqovning yo'lida aytaman. Shu nimani? Ashulani. Shunaqa. Bugun siz o'sha katta sahnalarda, o'sha Munojot Yo'lchiyevalar bilan bir qatorda bo'lishingizga nima kamlik qildi? Moddiyat kamlik qildimi yoki o'zingizdagi misol uchun o'sha aytyapsizki, men ortiqchalagan bardorlik qilmadim, oqim qanday tutsa o'z holiga tashlab berdim deyapsiz. Nimalar to'sqinlik qildi? Eng avvalo men ayol kishiman-da. Men farzandlarimni kamsitib qo'yishga haqqim yo'q edi. Ularni qaysidir bir luqmasini, qaysidir bir konsertimga, televideniyega yoki radioga sarf qilib, ularni mo'ltiratishni xohlamadim. Bu moddiy tomoni. Moddiy tomonda. Shunaqa vaziyatlar uchun men haqqim yo'q edi. Ularni unaqa qilishga. Chunki men o'zim eplollayman, o'zim qilaman, o'zim etaman deb chiqib ketganman. Mana 25 yildan beri o'zim eplayman deb yashab kelyapman. Shu tomonlama. Keyingi tomonlama o'ylaydigan bo'lsak, unisi mana hozir aytib o'tganimdek, Toshkentga Navro'zga bordim. Mustaqilliklarga bordim. Odam qizlar olib boraman-da. Mana raqqosa qizlar boradi. Juda ko'p nimalardan chaqiradi-yu, viloyatlardan. Shularda boraman. Folklor yo'nalishida shunaqalarda, lekin baribir meni tanigani bilan, meni o'sha yerdagilar tanigani bilan menga qiziq bo'ladigan tomoni yo'q. Hozir umumiy qilib mana sahnaga chiqaramiz, umumiy qilib buni ishlaymiz. Mana nima viloyatlar bilan mana viloyatlar birlashib ketadi. Uzra Gavhar opa. Yo'q, bo'ldi, gap yo'q deyman. Bo'ldi, gap yo'q. Hech qachon talashmayman. Aytmaysan dedimi? Menga o'sha yetadi. Yetadi, talashmayman. Rahbariyat xohlamagani bilan meni xalq eshitadi-yu. Nima qilaman? Urinib ularga iltimos deb nima qilaman? Qarang. Gavhar opa, mana shu deylik, bugun siz 18 yoshda bo'lganingizda, bugun siz o'sha ayni balog'at yoshida bo'lganingizda shu san'at yo'lidan bugun yana ketgan bo'larmidingiz yoki bu yo'lni tanlamagan bo'larmidingiz? Men san'atkor, san'atda harakat qilib, san'atda ijod qilib, shu san'at orqali yashayotganimdan bu meni norizochiligim emas. Norizochiligim emas. San'at yaxshi narsa. Lekin meni o'zimni bir nimamga qo'ygan bo'lganda, men o'sha o'zimni xohlagan kasbimdan, o'sha Bedinskiga tashladimmi? Shu holatimdan ketgan bo'lardim. Demak, bugun agar yurist bo'lganingizda, hozirgi darajangiz umuman boshqacha bo'lardi. Boshqacha bo'lardi. Hozirgi hayot tarzingiz umuman boshqacha bo'lgan bo'lardi. Boshqacha bo'lardi. Men shunaqa deb o'zim qiynayman. Shunaqa deb. Mana san'atkor bo'ldim. Kimsan Gavhar Tojiboyeva bo'ldim.
ko'klarga ko'tarildim. Meni ancha muncha meni san'atdagi o'sha Toshkentda yurgan san'atdagi hayotimni o'sha yerga oladigan bo'lsa, hali uncha muncha men baxtliman deyotgan san'atkorlarimizda hali nasib qilgani yo'q. O'sha meni o'sha yerdagi yurgan holatim hali ancha muncha san'atkorga nasib qilgani yo'q. Men shukur keltiraman. Baribir men qiynaldim. Men qiynaldim. Shu yo'lni tanlab, mayli, xo'p deb tirmashdim. Shu narsaga gavharligimni shukur saqlab qoldim. Lekin baribir san'atda o'rinda turish uchun juda qattiq harakat qildim. Bu faqat ovozga bog'liq emasligini tushunganimdan keyin afsalam sog'di meni. Afsalam sog'di. San'atda o'zimga yarasha ovozim yetarli. Juda bo'lmasa ham yetarli. O'rin topganman. Konsertlardan chiqmasam, bo'lmaydigan vaziyatlar bo'lgan. Lekin nima uchun? Men Andijonga qaytib keldim. Nima uchun endi Gavhar keraksiz bo'ldi? Sabab men shu narsa meni qiynaydi-da. O'ylanaveraman. Men nima uchun shu o'zim qattiq turib olmadim? Shu Pedinskga tashladimmi? O'shunda turishim kerak edi. O'shunda men o'zimni haligi qandaydir bir kuchsizligimni ko'rsatdim. Shuning uchun kimlardir meni ustimdan kuchlilik qildi. Men o'zim shu narsani saqlab qolishim kerak edi deyman. Taqdirda. Taqdir. Allohda bitib qo'ygan peshonamizga bundan qochib qutula olmaymiz baribir. Taqdir. Lekin agar o'sha paytda yuridik sohadan ketgan Gavharni taqdiri bugun umuman boshqacha bo'lardi demoqchisiz. Shunaqa bo'lardi. Endi iloji yo'q-da. Lekin baribir hali menimcha yoshingiz u darajada bir joyga borib qolgan emas. Bemalol, masalan, san'at yo'lida ham qadr, e'zoz topsa bo'ladigan holatdasiz. Hali kechmasdir, balkim yana katta sahnalarga qaytarsiz. Balkim muxlislar, balkim xalq bu intervyuni ko'rib, bu videolarni ko'rib, sizni qaytadan kashf qilar. Yosh avlod deymizmi? Chunki baribir ham insonda taqdiri bir lahzada o'zgarib ketishi mumkin-ku, to'g'rimi? Tabiati juda ham chiroyli joylar ekan. Bu yerlarda menimcha xizmat safari bilan yaqin qadrdonlaringiz kelib qolsa ham shu yerga olib kelsangiz kerak. Shu yerga olib kelamiz. Keyin yana Buloq degan joyimiz bor. O'sha yerga olib boramiz. Alaziz bor. O'sha yerlarga kelamiz. Bari shu nima deydi? Shu yerda tabiati juda chiroyli joyda, bir-biriga yaqin bo'lgan, lekin juda ham chiroyli. Ayniqsa bu yilgiga o'xshagan jazirama issiqlarda joningizga orom kiradigan joylar bu yerlar. Gavhar opa, juda xursand bo'ldim siz bilan suhbatlashib, chunki men sizni qaytadan kashf qildim. Kuni kecha o'sha siz haqingizda ma'lumot berishganda men ochig'ini aytaman, biz endi yosh keyingi pokoleniya bo'lganimiz uchun ustoz san'atkorlarni taniqlilarinigina bilarkanmiz-u, lekin o'sha davrda sizlar davringlarda haqiqatdan ham eng zo'r san'atkor bo'lgan ekansizlar. Men ijtimoiy tarmoq internetlarda qidirib qo'shiqlaringizni eshitib sel bo'ldim, mazza qildim va bugungi intervyu davomidagi ham ijrolaringiz haqiqatdan ham lol qoldirdi, hayron qoldirdi. Nima uchun endi shunday kuchli ijodkor kerak bo'lsa, hozir sahnada porlab turgan yulduzlardan ham ko'ra ijroiy nuqtai nazaridan juda baland ekan, kuchli ekansiz. Men hayron qoldim. Nahotki insonni shu qadar san'atga bo'lgan muhabbati, shunaqa san'atga bo'ldagi kuchi rol o'ynamasdan o'zidan urvini past bo'lgan insonlar sahnalarda ko'tarilib ketsa-yu, shunday insonlar, ya'ni toshlarda orasida qolib ketsa Gavhar degan narsa o'tdi-da meni xayolimdan. Shu tog' va toshlar orasida Gavhar o'sha toshlar orasida nima uchun qolib ketdi? Lekin o'sha tosh bo'lib chiqqanlar bugun o'sha Gavhardan-da baland aniqlarga erishib ketdi. Bu narsa alam qilmaydimi sizga? Alam qiladi. Men juda ko'p joylarda, konsertlarda hattoki shu bir qizni, san'atkor qizni ana qildim. Meni eng katta farzandimdan ham kichik ekan. Yoshi kichik ekanda. Lekin shunaqa e'lon qilishyapti. Shunaqa nimani laureati, manaqa xizmat ko'rsatgan, bunday. Men uni olgan mukofotiga emas. Menda juda katta, ancha-muncha bir nimada yo'q oliy mukofot menda bor. Xalq yaxshi ko'radi meni. Xalq yaxshi ko'radi. Lekin o'ylanib, qarab turdim. Qiziq dedim. 40 yil
mehnat qilibman dedim shu san'atda dedim. O'tga desa o'tga kirdik, cho'qqa desa cho'qqa kirdik. Hali aytib o'tganimdek, paxtaga desa etadi tutib olib paxtaga ketdik. Nimaki ish buyursa, hech qachon qaytarmadik, отказ qilmadik. Bizning ishxonamiz ayniqsa o'sha rahbarimiz shunaqa ayol, biror narsada bir orqada qoladigan ayol emas. Hamisha lider bo'lish kerak. Shunaqa insonni qo'lida ishlaganmiz, shu ayol bizni tek qo'ymaydi. Qolgan madaniyat xodimlarini ham, lekin qarab turib birorda xafa bo'lasiz-da. O'tgan umringizga, qadringizga hech qachon qoningizga yig'lamaysiz. Bizim musulmon xalqi qoniga yig'lamaydi, qadriga yig'laydi. Qadriga yig'laydi. Men Rossiyada o'sha davolanayotganimda meni onkologический deyishdi. Bu yerda operatsiya qilishdi, noto'g'ri operatsiya qilib qo'yishdi-da, u yoqqa bordim. Shunda o'sha men yashayotgan domdagi qo'shni bilan variyapa deb ko'p o'tirardik, gaplashib. Kasbing nima dedi? To'g'ri, san'atkorman desam, yo'q, o'xshamaysan dedi. Nima san'atkorlarda shoxi bo'ladimi dedim. Men san'atkorman dedim. Hech qancha vaqt o'tmadi-da, 9-may. Bularda endi Rossiyada ko'chada gitara chalib, akordeon chalib, besetkalarda o'tirishib, ashulalar aytishib o'tirishaveradi. Shunda tushdim, nabiralarimni yetalab o'tirdim. To'xta dedi, variyapa, sen artistman deding. Ayt ashula dedi. Dedim, aytdim, men ashulam sen eshitmaysan dedim. Desam, yo'q dedi. Men ovozingni eshitmoqchiman dedi. Shu orqali faqat ovozingni eshitgim kelyapti dedi. Dedi, Katyushani aytdim. Oy, ha desam, Lyudmila Zikina dedi. Qara kimga o'xshadi? Sen dedi, Lyudmila Zikinasan dedi. Dedi, yo'q, dedim, ular qayoqda-yu dedim. Men qayoqdaman dedim. Desam, yo'q, sen urma o'zingni qadringni, sen dedi, doim men bunaqaman deyishing kerak, qara ovozingni dedi. Dedi, mayli dedi. Men shunaqa san'atkorman, eshitdingmi dedim. Mana shu san'atkorim nimasi. Mana endi boyadan beri maqomda eshityapmiz. Keling, o'sha Katyushani ham bir eshitsin odamlar ham. Xo'p. To'rt-qator ijro etib beraman, mayli. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песни заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Qo'yil. Tog' toshlar larziga kelib ketdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana ijro, mana ovoz, mana san'at. Men mazza qildim. Rahmat. Har tomonlama professional darajada bugun suhbat bo'ldi. Ham maqom eshitdik sizdan, ham Katyushani ham eshitdik bahorada. Va mana shu go'zal suhbat uchun sizga rahmat. Men xohlardim bu intervyumizdan keyin mana shu Madaniyat vazirligini yuqori mansabdorlari, hukumatimizni san'at sohasiga doir amaldorlar agar bu videoni ko'rishsa, qaytadan menimcha e'tibor qilishlari kerak deb o'ylayman. Qaytadan menimcha ko'rib chiqishlari kerak deb o'ylayman. O'sha tanlovlarda qatma-qat bo'lib berkilib ketgan sizni anketalaringizni titkilamasdan hozirgi mana shu suhbatni ko'rib, shunday sizni o'sha katta sahnaga qaytarishlarini xohlayman. Va menimcha hozir bizni tomosha qilib turgan xalq ham buni juda ham xohlaydi. Chunki bunday ovoz bu tog' toshlar orasida qolib ketishi kerak emas. Sizni ichingizda qolib ketishi kerak emas. Rahmat. Buni butun xalq, butun dunyo, butun yer kurrasi eshitishi kerak. Mana hozir menimcha Katyushani boshqa millat vakillari ham bizni kuzatadi, eshitib turib sel bo'lishadi va qoyil qolishsa kerak. Va xudo xohlasa bu suhbatimiz o'zini bir natijasini, samarasini beradi degan umiddaman. Shunchaki tomosha qilib emas, shunchaki bu YouTube tarmog'ida qolib ketmasin, bu natijaga aylansin, sizni hayotingizda o'zgarish yasasin. Qaysidir ma'noda. Rahmat, bu sizni menga nisbatan bo'lgan yuragingizdagi eng yaxshi tilaklaringiz. Rahmat bularga, bu uchun
Lekin muxlislarim buni kim nimadandir umid qilish niyatida sizlar bilan suhbatlashmadim. Nimadandir umidim yo'q. O'lgan. Umid o'lgan. Faqat shu muxlislarga men hali yashayotganligimni, borligimni, bu hayotda, bu san'atda bor ekanligimni shu meni eshitadigan muxlislarim, opa dadalari eshitadi, buvalari eshitadi, tog'alari eshitadi. Mana shularga yana borligimni, hayot ekanligimni nima deydi, bildirib qo'yish xolos. Albatta. Aslida boshqa narsalardan meni hamma yoqdan umidim so'ngan. Shunaqa. O'zi bir narsani ham aytib qo'yishim kerak. Gavhar Tojiboyeva bizni topgani yo'q azizlar. Biz ularni topib keldik. Gavhar opa, bugungi mazmunli suhbat uchun sizga kattakon rahmat. Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Ayniqsa ijrolarga gap bo'lishi mumkin emas. Yakundagi ijro eng menga yuragim larzaga solgani shu bo'ldi, chunki tog'u toshlar larzaga kelib ketdi-da. Bu mikrofonni keragi yo'q ekan. Nodir aka, bugungi suhbatdan taassurotlaringiz? Bugungi suhbat Husniddin bilasizmi? Bugun Andijon deganda eng so'lim go'shalar juda ko'pda bizda. Bularning eng qaynab turgan joyi Buloqboshi tumanidagi Shirmonbuloq qishlog'i. Bu juda ham katta bir o'ziga tarixga ega bo'lgan qishloq. Shu qishloqlarda tug'ilgan mana Gavhar xonim Tojiboyeva bilan bugun men ko'ngildan suhbat qildim. Opajon, mazmunli suhbat uchun sizga tashakkur. Mana shu tog'lar bag'rida qolib ketgan degan asl nomga bugun siz ega bo'libsiz. Men nima desam bo'ladi, yana ham bir ta'rif bera olmayman. Xudo xohlasa mashhurlik berish uchun yoshlik chegarasi yo'q. Xudo xohlasa sizni Buloqboshi tuman viloyatimiz juda yaxshi biladi, taniydi. Iloyim butun dunyo taniydigan san'atkorsiz va biz sizga hali umringiz juda ham uzoq bo'lsin-da va san'atingiz davomiy bo'lsin. Nodir aka, men lekin juda go'zal ta'rifni berdim hali. Hozir so'z topolmayapman dedingiz-ku. Siz dedim, shu tog'i toshlarning ichida, toshlarning orasida qolib ketgan gavhar ekansiz va bugun o'sha gavhar yarq etdi dedim. Bugun gavharni yaltirata oldik. Yaltirata oldik. Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling, opajon, sog' bo'ling. Volidam ko'rsatuv ijodkorlari bugun Gavhar xonim Tojiboyeva bilan bo'ldi. Azizlar, biz yana yulduzlar bilan shunday bir san'atkor opalarimiz bilan, volidalarimiz bilan ko'rishlikni, yana sizlarga go'zal suhbatlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' salomat bo'ling va o'zingizni chiroyli tutsangiz. Xo'p, hozirgi sizlarni bu olib borayotgan kishilar mana menga telefon qilganingizdan beri o'ylandimda, mana o'zingizlar ta'rif berib ketdinglar. Shu ketgan vaziyatlarda biza qaysidir bir ma'noda mana hozir ikkalanglar yelkadosh bo'ldinglar-da. Qani qaysidir bir nimada menga bir ozgina bo'lsa ham o'chay deb turgan umidimni yana yiltirlatishga sababchi bo'ldinglar. Buning uchun sizlarga katta rahmat. Men yana muxlislarim bilan g'oyibona uchrashganimdan ham xursandman. Bunga sizlar sababchi bo'ldinglar. Ijodiylarga, sizlarning qilayotgan ishinglarga juda ham katta muvaffaqiyatlar tilayman. Bundan-da rivojlanib, bundan-da qilayotgan bu ko'rsatuvlaringlar yanada cho'qqilarga chiqishiga tilaydoshman aka. Anjoninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Sizlarga katta rahmat. Mana bu sovg'a esa volidam ko'rsatuv ijodkorlari. Oz bo'lsa-da. Rahmat. Ko'p o'rnida qabul qilasiz. Sovg'ani oz ko'p bo'lmaydi. E'tibor opajon, salomat bo'ling. E'tibor qilganinglar uchun ham katta rahmat. Biz bu yerga Buloqboshiga kelishdan avval tuman hokimligida birinchi o'rinbosar Shuhratbek akaga qo'ng'iroq qilgandik. Sovg'alarni menimcha ulgutib kela olmadilar. Agar bizdan keyin kelib, agar sizni topib sovg'alarni bersa aloqaga chiqib qo'yasiz va tuman hokimligiga rahmat aytamiz. Salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Volidam ko'rsatuviga, bundan keyingi ishlariga barkamollik, yuksak muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Gavhar Tojiboyeva.